Uni qarang. Necha pulga baraka bo'ldi? Buni bilishmabdi, lekin men uni bildim. Uni qarang. 14 millionga mana 80 santimetrlik buzogimiz baraka bo'libdi. 80 santimetr 14 millionga sotilibdi mana shu buzak. Akalar, videoni bozordan videoga olib bo'lib chiqarsam, sotilgan baraka bo'lganidan pul sanashadi degan 14 millionga barakasi bo'lgan ekan. Videoni boshiga qo'yib qo'ydim. Bu mana shu buqamiz qanchadan baraka bo'ldi aka? 8 milyon 150. 68 38 milyon 150 mingga 38 milyon 150 mingga baraka bo'ldi. Buni video davomida ko'rasizlar. Taroziga chiqazganmiz bu buqani akalar. Taroziga chiqazganmiz. 38 milyon 100 ming bo'ldi. Xo'p. Lekin mana shu ovoz bo'ladigan zo'r narsa ekani turishini qarang. Bu necha pulga baraka bo'ldi? 36 milyonga mana bu katta buqamiz baraka bo'libdi. Mana bozordan chiqib ketyapti janavar. Qarang. 36 milyonga. Xullas shunaqa gaplar akalar. O'tkazmay ko'ringlar, juda chiroyli video rolik qilganmiz. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Yaxshi kunlarga sotib. Bor aka. Qanchaga baraka bo'ldi? 14 million. 14 millionga. Bo'ylari 80 santimetr atrofida. Sifati zo'r. Ko'ryapsiz, 14 millionga. Oq tulpori 14 millionga olishdi. Bu 2 oylik bo'lmagan ham bo'lsa kerak bu janavar, ha? Yo'q, 2 oylik. 2 oylik bo'lmagan. Mana yetim bo'ldi janavar, onadan ayrildi. Ertalabdi mana baraka bo'lganidan xudo xolasa aziz obunachilar Tergash chorva bozoridan ko'rib boramiz. 39 millionga baraka bo'ldi mana shu. 620 kilo deyishyapti. Allohu alam, zapravka yaxshiligi ham endi zo'r semiz emas, lekin semiz novoz. 39 ga baraka bo'ldi mana shu buqamiz. Ketdik. Videoni o'tkazmay ko'rishni tavsiya qilaman. Bugungi narx-navoni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Hurmatli aka-ukalar. Assalomu alaykum, Fozil YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan chorvalar aka-ukalar. Buqa ishqibozlari, semiz buqa, boqma buqa, o'spirin buqa ishqibozlari. Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergash chorva bozoridan tergachi buqalar narxini yoritib beramiz. Aziz obunachilar, videoni o'tkazmay ko'rishni tavsiya qilamiz. Albatta videolarimizni ko'rishdan avval bir tomondan like bosib qo'yishni unutmanglar. Bugungi sana 10 bugun telefonga qaravering yo 11 mi? 10-aprel sanasi haftaning do'stlar. Juma kuni 2026 ayyom juma ayyom muborak bo'lsin deya videolarimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Aziz obunachilar, bozor manzil akasiz Telegram kanalida bo'ladi. Semiz buqalaringizni, boqayotgan buqalaringizni, boqma buqalaringizni narxini bizni video roligidan solishtirib narxini chiqazaversangiz bo'ladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video roligi boshlaymiz. Bu buqalarni hozir egasini to'p qanchadan? 66 mingdan mana bu buqamizni ikkitasini berishmayadi degan. Novvoslarimiz xudo xolasa 650 kilo vazn keladigan novvoslar, aziz obunachilar. 650 kilo vazn keladi, 66 dan berilmayapti deb ko'rgan odamlar aytayapti. Endi egasi kim bilmadim. Bu bittasi ekan 66 dan berilmayotgan. Mana bunisi ikkinchisi ekan. Qanchadan bo'lyapti? Qanchadan bo'lyapti? 63 ming so'mdan vazn. Qaysi? Mana qora buqa. 63 ming so'mdan mana qora buqa bo'layotgan. Lekin zapravka ham zo'r ekan. 63 ming so'mdan berishmayapti akalar mana. Berilmayotgan joydan Mishel-Magar. Mana 63 ming so'mdan. Mana shu buqaning savdosi bo'lyapti akalar. Ko'rishingiz mumkin. 63 ming real savdo bo'lyapti. Narxini qancha aytdingiz siz? Narxini qancha aytdingiz aka? 80 milyon oyog'icha aytishibdi. 80 milyon oyog'icha kam bor aytishibdi. 63 mingdan savdosi bo'lyapti. Endi mana ikkalasini nima bilan hovlu qizil buqa bilan mana uni 66 mingdan savdosi bo'libdi. Ko'rgan odamlar aytayapti, berishmayapti, lekin egasi yo'q ekan. Egasini topa olmadim. 66 dan mana shu buqalarni berishmayapti azizlar. Semirgan darajasini ko'rishingiz mumkin. Ha? Bag'im. Olabsizmi? Ha? Ketdimi? Mana shu ikkinchisi ekan, qizil buqani sherigi ekan. Xullas 66 mingdan berishmayapti ekan. Qizil buqa bilan shuni. Gaplashamiz. Tushunsiz? Gapchamang, mazangiz. Mana buqalarni ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Bozor eng oldi semiz buqalarda aynan mana shu buqalar bo'ladi. Ko'ryapsiz.
Canavar. Endi bu yoqdagilarni ko'rib boramiz. Bu baraka bo'ldimi aka? Qanchaga baraka bo'ldi? Ha? 31,5 millionga baraka bo'lgan buqamiz. Mana aziz obunachilar 5 kilo og'irroq ha buqa. Ha, Anvar aka taroziga chiqdimi? Taroziga chiqdimi? 5 kilo. Bir rovni ya. Rovni 5 kilo keldi. 31,5 millionni 5 kiloga bo'lsangiz nech puldan sotilgani, endi taroziga to'g'ri kelib chiqadi aziz obunachilar. Xo'p, ko'rib boramiz. Mana bu buqalar kimdan? Bu buqalar kimniki? Boğazır abi. Aka, bular nech puldan savdosi bo'lyapti? 63 ming, 64 mingdan. Aytilish narxini qancha aytyapsiz? 70 mingdan kam bor aytishyapti ekan, 63 ming, 64 mingdan savdosi o'tiribdi ekan. Mana bunisi-chi, bunisi. 65 mingdan bunisini berishmaydi ekan, lekin mana unisi yaxshi narsa ekan, moliga nisbatan ekan. 65 mingdan berilmaydi ekan. Xo'p, ko'rib boramiz. Novvoslarimiz 600 kilo vazn, mana ular 500 kilodan xudo xolisa kelaveradigan buqalar. Xo'p, shved buqalarimizni ko'raylik. Assalomu alaykum. Hoji buva kimniki bu shved? Bu kishiniki. Nech pul aytyapsiz? Assalomu alaykum. 43 milyon ozgina kam bor. 43 million ozgina kam bor. Nech pul berdingiz hoji buva? 38,5. Qancha? 38,5. 38,5 savdosi bo'ladigan. Mana navbatdagi buqamiz 38,5 millionga mana shved to'qolli 38,5 millionga berishmayapti akalar. Bu ham xudo xolisa 600 kilo vazn-mi, hoji buva? Ko'rishingiz mumkin mana. Bozordagi katta buqalarni imkon qadar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Boqma buqa, o'spirin buqalar ham ko'rsatiladi video davomida. Oldu baraka. Tutamısın? Tutasın. Tutasın. Yutun bo'lyapti. Maqrub ketmaydi, tutamisiz? Usta gapi foyda. Tutamisiz? Yo'q. O'shanga bo'lsa bo'ldi. Ikkilar o'tib bermaydi. Faqat mayli. Riskga. Qani olasiz. Biroq gapni qo'shib oling. O'zingizga o'xshaydi. Oshidan qo'lladi, baraka. Tutamisiz? Bor baraka. Bor baraka. Bo'ldi baraka. Aka aytingmi-da, siz aytdingiz 64 dan beradi dedingiz, aytmaysizmi? Siz tomonga kimni aytsa men qolib turibman hozir. Salozga yurdi endi. Aylanib kelib olma boshqatdan baho qilaman hozir. Mayli. Bu bozor deb qo'ygan. 64 ming so'mdan aka. Endi ko'ringlarmi yani? Yettilakka aylantirib. Xullas shu molni oyog'icha 41 million so'mgacha savdosini qilishyapti. Narxi 60 million kam bor deyapti. Mol o'ta chiroyli, yaxshi, mol yomon bo'lmaydi, lekin mol qoni juda ham katta. 41 million real savdo bo'ldi. Oyog'icha 41 millionga berishmaydi. Ana. Zapravka assalomu alaykum. Zo'r bo'lganda molda. Ha. Endi mana ularni misol uchun 66 dan bermadik deyapti. 66 dan haqiqiy mana uni qorni yo'q. Taroziga mana shular misol uchun to'g'ri kelaveradi. Desa ham bo'laveradi. Lekin angussi qoni juda katta ekan. Shunaqa akalar. Bozorni ko'rib boramiz, nima deymiz? Kimdir olishga zor, kimdir sotishga degandek bozori qolipi yo'q. Bu hafta bilan keyingi hafta bir-biriga to'g'ri kelmayapti. O'shaning uchun bozorga olib chiqsa, bozor hal qilaveradi hamma narsani. Qaysi biri? Baraka bo'ldimi bu? Qanchaga baraka bo'ldi? 65,500 so'mdan taroziga baraka bo'libdi mana shu buqamiz. Hozir chiqarib ko'ramiz. Qani taroziga nech kilo keladi? Chiqadimi hozir taroziga sirasi? Taroziga chiqadi. Mana shu novvos 600 kilo vazmin keladimi? Ha? 50 kilo vazmin. 580 kilo abag'ida. Ketdi. Qani taroziga chiqsinchi ko'raylikchi-ya, nech kilo keladi? 65,5 mingdan baraka bo'libdi. Mana 580 kilo shunaqa ko'rilyapti. Voh, molam o'zi ham asov ekan. Ketdik. Taroziga chiqadi. Bir paqirsangiz. Mana. Taqotdi bu. Ha. Taroziga chiqyapti.
Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana endi 580 kilo keladi deb ko'rilayotgan molimiz hozir aniqlik kiritamiz. Necha kilo keladi mana ko'rishingiz mumkin. Faqat 580 kilo keladi degan molimizni hozir ko'ramiz. Necha kilo keladi? Necha kilo kelyapti aka? 577 kilo aziz obunachilar kelyapti deb aytishyapti. Balki 575 kilo kelar. Bu yog'i, tarozi o'ynab turibdi, mol to'xtamayapti. Nimaga? Mol to'xtasa, polvon baqa o'tib turing. Mol to'xtasa keyin tarozi ham to'xtaydi. Mana aka. 83 kilo. 83 kilo keldi. 583 kilo. 580 kilo ko'riladi. Shunaqa akalar. 583 kilo keldi hozirgi taroziga chiqqan molimiz mana. 583 kilo keldi shu molimiz. Mana bunisi. Shunda 65.500 so'mdan baraka bo'lgan buqamizni ko'rib o'tdinglar. 583 kilo keldi. Endi sekin o'sha yoqlarga yurish qilamiz-da. Qolgan ma'lumotlarni ko'rib boraverasizlar, hurmatli akalar. Xo'p. Mana bu buqa qanchaga baraka bo'ldi? Mana shu buqa bilmadinglarmi? Yo'q, bunisini bildim. Necha pul bo'ldi bu? 27. Boqma buqa zo'r ekan. Simentalga gibrid variantdan Qashqa ekan, shved. 27 millionga baraka bo'libdi. Novosimiz 400 kilo vazn aziz obunachilar. Mana bu novos qanchaga baraka bo'ldi bilmadinglarmi? Egasi yo'qmi? Xo'p, ko'rib boraveramiz. Qaysi biri baraka bo'ldi? Baraka bo'lgani bormi? Necha pul bu? Million. 59 millionga mana bu buqamiz bilan mana ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari 140 atrofida. Mana bu 59 millionga savdo bo'lyapti, berilmayapti. Ha, olindimi? 59 millionga barakasi bo'libdi akalar, ikkitasi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hop. Mana bu yerga buni boqma qo'ygan. Bu semiz buqa tugabdi bozorda. Necha pul aytyapsiz bu janovarni? Ha? 22 million savdosi bo'lyapti aziz obunachilar. 350 kilo atrofidagi buqamiz yemga tayyor buqa ekan. 22 millionga berishmayapti. Aytilgan narx qancha aytilyapti buni? 24 million. 24 million kam bor. O'smaydi, mana shu holatda semiradi. 24 million kam bor, 22 millionga berishmayapti. Navbatdagi mana bu qora olani ko'ramiz. Bo'ylari 140 atrofida. Necha pul aytyapsiz olani, uka? 30 kam bor. Bozor qancha beryapti? Ha? 26 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. 1,5 yosh atrofida. Navbatdagi buqalarimizni ko'ramiz. Aka, bu gibridlarni necha puldan aytyapsiz, janovarlar? 25 dan kami bor. 25 dan kam bor. Bozor qanchadan berdi? 21 million. 21 millionga 20 million. Aka, bu qanchaga baraka bo'ldi? Men uni so'rasam bilishmabdi, lekin baraka bo'lgancha ketyapti bu qol. Qaysi birini 21 million qilishdi aka? Ha, targ'il 21 million savdosi bo'libdi, mana unisini 20 million savdosi bo'libdi, berilmabdi. O'zimizning Mesni barodagi gibrid buqalagan. Lekin bo'ylari 125 dan keladi, 300 kilo vazn. Mana unisi 300 kilo kelib qolsa kerak. Yana bilmadim. Mollar yaxshi ekan. Haqiqiy yem ko'rmagan buqalagan, lekin kurakka kelib qopti. Gap yo'q, zo'r narsalargan. Yem bersa mana shu mollar ketadi, bor-ku. Xo'p. Qaysi bir baraka bo'ldi, voy? Komol aka. Necha pul bo'ldi bu ikkalasi? Boqma buqalar. 40 million 500 mingga mana bu jaydar buqalarimiz baraka bo'libdi. 40 million 500. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari 120 atrofida, mana unisining bo'yi 120 plus. Buni sifatli ekan, bunisining oyoq qo'li kalta ekan. 20 million, 40 million 40 million 500 ga ikkalasi bo'ldi. Bu ikkalasi qancha bo'ldi? Bu ikkalasi 55 millionga mana bu ikkita ozgina kam ekan. 55 millionga ozgina kam savdo bo'ldi deyapti. Bo'ylari 125 dan keladi. Novoslarimiz 350 kilodan kelaveradigan buqalar ekan. 55 millionga ozgina kam savdo bo'ldi aytishlari bo'yicha. Barakasi bo'libdi, barakasi. Xo'p, bu to'qol qanchaga baraka bo'ldi? Assalomu alaykum. Ha? Mana bu mo'g'ni qarang. Mana bu buqa 26 million 700 mingga baraka bo'libdi. Buqamiz ham buqa ekanda. Bo'ylari 125 atrofida 26 million
700 ming deyapsizmi? 26 milyon 700 mingga zo'r chiroyli narsa ekan. Mana baraka bo'pti. Arqon almashtirishyapti. Mashalloh, janovarlar qarang. 26 milyon 700 ga. Bu Novos Simental bilan raqobatlashib yuradigan Novos bo'ladi-da kelajakda. Kosonsoyi, haqiqiy Kosonsoyi buqasi mana shu buqalar bo'ladi. Bu ikkalasi qancha bo'ldi aka bu ikkalasi? Baraka bo'lganlarini ko'ryapmiz, kakrasi. 22 milyon bunisi-chi? 21 milyon mana unisi Qunojin kallagan, bunisi Qunojin kallagan, mana unisi 22 milyon. Lekin mana unisi o'ta go'zal narsa ekan. 22 milyonga baraka bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Bo'ylari biri 20 ga yaqin, biri 15 plus, biri 20 ga yaqin. 22 milyon bo'libdi. Oyoq qo'li uzun, yaxshi narsa ekan. Lekin bo'zak hali. Mana qaynayotgan joyidan. Nech pul bo'lyapti? Nech pulga to'g'ri berilmayapti. 23 milyonga berilmayapti. Yemga tayyor buqa bo'ylari 125 atrofida, 250 kilo atrofida kelib qoladi. 23 milyon to'ppa-to'g'ri savdo bo'lyapti. Mana bo'layotgan joyda. Mana real. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ekan. Bozori qolib yo'q. Bozorda boqmon qola seroq. Sekin ko'rib boramiz. Bu ikkalasini nech pul aytyapmiz ikkalasini? Ikkalasi. Ha? 41 milyon. 41 milyon. Jupiga savdo bo'lyaptimi, berilmayapti. 39 ga berilmayapti. 39 milyonga ikkalasini berilmayapti. Mana u targ'ilagan bu bola bo'yi 125 atrofida, mana unisi 120 atrofida. 39 milyonga ikkalasini berilmayapti. Berilmagan narxi. Shunaqa akalar. Bular qancha bo'lyapti bu ikkalasi? Hormaydi. İkkalasi nech pul bo'lyapti? 43 milyon bo'lyapti. 43 milyon bo'lyapti. 43 milyon navbatdagi buqalarimiz savdo bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Novoslarimiz 350 kilo vazma aylanadi. Bo'ylari 125 atrofida keladi. 43 milyon 300 ha? Rovna, 43 milyonga rovna savdosi bo'lyapti. Mana shuni o'zini ikkalasini 43 milyon to'ppa-to'g'riga berishmayapti ikkitasini akalar. Ana bugungi narxlar, ana bugungi narxlar. Bu nech pul aytyapsiz aka bu janovarni? 25 milyon kam bor. Bozor nima deyapti bozor? Bozor nima dedi aka? 22 milyon savdosi bo'ldi. Mana bu buqamiz. Suyaylik, to'ni ham xunuk, o'zi ham xunuk degandek azzabunachilar, lekin novvos suyaylik. Mana qarang, mana shu novvos lekin katta novvos bo'ladi. Juda ham katta novvos bo'ladi. Hali kurak uchun chiqazmagan. Badani yaxshi ekan. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi? 22 milyonga berishmabdi. Aybincha xunuk, lekin yeb bersa chiroyli natija daromad qiladi mana shu novvos, xudo xolasa. Mana novvosni ham to'sib qo'ydingiz aka. Shunaqa. Mana endi chiroyligidan ko'raylik, savdo bo'lyapti-ku, adashimiz mana. Qancha bo'lyapti aka shu? 22 milyon 400 mingga mana bu novvosimizni berishmayapti degan mana. Ko'ring, bo'ylari 120 atrofida 22 milyon 400 mingga berishmayapti. Mana shu novvos. Ko'rib boramiz. O'tosam maylimi mashinam? Qani? Bunisini nech pul aytyapsiz? Mashinani boqsa bo'laveradi. Nech pul aytyapsiz? 24 kam bor. Bozor nima deyapti? 22,5 savdosi bo'lyapti ekan. 24 kam bor aytishyapti-ekan. 22,5 savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 120 plus akalar. 300 kilo vazmin keladi, tirik vazmin. O'zimizning mesni paroda buqa 300 kilo vazmin keladi. Shunaqa akalar. Mana maydalardan ko'raylik. Bu nech pul aytyapsiz bu qochonni aka? Nech pul aytyapsiz bu qochonni? Ikkalasini 33 qiladi. Ikkalasini 33 milyon savdosi bo'lyapti ekan mana. Bunisi chiroyliroq, bo'yi gavdasi kattaroq ekan. 33 milyonga ikkalasini berishmayapti. Mana bittasi. Mana bunisi ikkinchisi kichikroq ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. 33 milyon. O'zi 33 millionning o'ziga. Mana savdosi bo'lyapti. Olmaganman. Meni ham pulimni aybi yo'q. Bular mollar aybi yo'qsa, kishilar pullar aybi yo'q deyishyapti. Pulimni ham tilla joyida bor. Mana. Real savdolardan ko'ryapmiz. Nima dedingiz? Qanchaga beraman dedingiz? Olaman. Nech pulga beraman dedingiz? 35 bo'lsa berasiz. 33 savdo bo'lyapti ikkalasi. Mana 33 million savdosi, real bo'layotgan savdosi. 35 bo'lsa beraman ikkalasini deyishyapti ekan. Bozoringizni bersin. Xo'p. Bu qora olan qancha aytamiz? Qora olan.
Nechi pul aytyapsiz? 30 milyon 300 ming. 30 milyon 300 ming baraka bo'ldimi? Yo'q, hozir. Bermayapti. 30 milyon 300 mingga bu bittasi akalar. Bo'ylari 1.5 plus keladi, bo'yi 1.5 plus keladi. Mana bu ikkinchisiga, mana bu ikkinchisiga. 30 milyon 500 dedingizmi? 30 milyon 500 mingga mana bu kelingchi bunda. Ikkinchisi mana bu ekan. Buni bo'yi ham shunaqa. Berilmayotgan narxi 30 milyon 300 ming, 30 milyon 300 mingga berishmayapti ikkalasi. Tog'asiz nechi pul aytyapsiz buni? Mana bo'ylari 1.10 atrofidagi. Ha? 18 kam bor, o'zimiz jaydari bu qoladan 18 kam bor. Bozor qancha beryapti bozor? Qancha? 15 milyon 600 ming so'm savdosi bo'ladigan, lekin novoz ingichka. Oyoq qo'li uzun, bo'ylari 1.10. Shunaqa akalar. Navbatdagilarni ko'ramiz. Nechi pul beryapsiz aka? Sizga sotaman aka, bo'ldi. Ha? 16 milyon 600 ming. Qaysi biriga? Olaga 16 milyon 600 ming, bo'ylari 1.5. 16 milyon 600 ming so'mga mana shu novosi berishmayapti. 16 milyon 600 mingga mana olani. Akalar, bo'layotgan narxi. Oh, menda bitta semental bor ekan. Bu nechi pul aytyapsiz bu sementali gibridni janavari? Nechi pul aytyapsiz? Qani ko'raylikchi. 23 milyon kam bor. Bozor qancha beryapti? 19,5. Ha? 19,5. 19,5 milyon savdosi bo'ladi. Mana shu novosyan nomerini olib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. 19,5 millionga berishmaydigan mana shu novos mana ko'rishingiz mumkin. Bu nechi pul bo'ldi? So'ramabsizmi? Afsus. So'rashmabdi, yaxshi narsa ekan. Mana bu ya? Mana u 23 milyon 500 ming bo'libdi mana bu novos, ketayotgan novos. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni qanchaga bermadim deyapsiz? 19,5 millionga mana shu qo'chamizni gibrid buqani berishmabdi 19,5 ga. Aytilish narxi qancha? 23 deyapti. 23 kam bor. Telefon nomerini aytingchi. 93lik 368 70 77. Qiziqqan aloqa ish qo'rasizlar. Bo'ylari 1.5 atrofida. Bo'ylari 1.5 kilogramm xudo xolasa. Shunaqa akalar. Bu mana jaydarlardan ko'raylikchi. Aka, bu jaydarni nechi pul aytyapsiz? Mana qora olan nechi pul aytyapsiz aka? Nechi pul aytyapsiz buni? Qancha? 15 milyon kam bor. Bozor qancha berdi? Ha, berdimi? 15 milyon savdosi bo'libdi. Bo'ylari 1.5 keladi. Mana shu ola buqamizni 15 millionga berishmabdi akalar. Mana sementalni qancha aytyapsiz? Sementalni. Sementalni. Ha? 28 kam bor. 28 kam bor janavar. Bozor qancha beryapti? 25 milyon savdosi bo'libdi akalar. Bo'ylari hurmatli akalar 1.17 kilo ekan, bo'ylari o'lchangan ekan. 25 kam bor deyapsiz, ha? 28 kam bor. Ha, 28 kam bor. 25 savdosi bo'ladigan akalar, ko'rishingiz mumkin. Ham bermagan, harnamet qo'ying. Shohidan bozorda 27,5 ga ham berilmagan ekan. Mana. Endi hozir 25 savdo qilyaptigan, bermaydigan. Telefon nomeri aytingchi, qiziqarligi. Nechi? 94lik 921 66 00 nomerlariga aloqa qilish qo'rasizlar azizlar. Sistemasi ham bor, ikkita. Avstriyskiy sistemda buzagi ham bor ekan, qosasi bor ekan. Mana uni hozir 25 ga berishmaydigan. Qiziqqan telefon qilsanglar bundan kichikroq o'sha sistemda buzaylardan ham bor ekan. Buqa muloq unajimmi? Buqa ular ham, ammo bundan puli qimmat. Ha, ular buqa ekan, puli bundan qimmat ekan. 1.2 chiqadi. Bo'yi 1.7 ga 1.2 chiqar ekan, narxi bundan qimmat ekan, onisini tagida emib turibdi ekan. Shunaqa akalar, bozorning holati shunaqa. Abdug'appor siriq savol, qo'lingni kuydirma Abdug'appor. Qanday? Bo'lar aka. Gap yo'q, siriqchi ham trendga chiqib ketdi. Siriqchi ham Abdug'appor. Hozirga nima gap aka? Tinchmisan? Nech puldan bu buzaylar? Zo'rlar ekanmi voy? Bir joyga 15 milliondan, bo'ylari 1 plus 15 milliondan, bo'ylari 1 plus keladigan bu qo'shlarimizni 15 milliondan kami ham bormi? 15 milliondan kamini ham qilib berar ekan, mana aka. Ko'ring. Lekin yaxshi narsalar ko'rishingiz mumkin. Oyoq qo'llari, suyaklari yaxshi narsalar ekan. 1 metr plus keladi, bo'y basti 15 milliondan kam bor deyilyapti. Nech puldan beramiz? 14,5 dan? Bir joyga o'tirgandan ketaveradi.
Bir joyga bo'lsa 14,5 dan berib ekan. Telefon nomerini ayting. 93 93 264 264 24 92 20 4 92 492 nomerlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. Qaysi biri bo'lyapti mana? Qaysi biri bo'lyapti aka? Necha pulga mana shu buqa? 14 million mana shu buzagimiz aziz obunachilar savdo bo'lyapti mana 14 millionga mana shu foydalangan so'rashyapti 14 millionga mana ana shu akalarimiz. Hop, mana ularni 14,5 dan qilib beraman deyapti bir joyga. Lekin yaxshi so'rasangiz buni 14,5 dan ham kamini qilib beradi. 14 millionga bermayapti mana shu buzagi. Bo'yi ham buni ham 1 metr keladi. Shunaqa akalar, bozorni xudo xolasa qo'ldan kelgancha imkon qadar ko'rsatdik. Bozorni manzilagatsiz Telegram kanalimizda bo'ladi. Albatta Telegram kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qaysi biri? Qaysi biri? Nech pulga? 20 mi? Siz nech pul aytdingiz aka? 25 aytdim. 25 aytdingiz. Bo'ylari 95 santimetrdan kelib qolsa kerak, 1 metr atrofida kelib qolsa kerak. 25 million kam bor aytishgan ekan. Hozir tog'a 20 million ikkalasiga savdo qilyapti. 20 millionga mana shu ikkita buzagi berishmayapti mana. 20 million. Shunaqa akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana bir bor barchangizning juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Bozorni qo'ldan kelgancha imkon qadar ko'rsatishga harakat qildik. Like bosasizlar, davom etasizlar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelaverasizlar, xudo xohlasa.